Ronaldo hamon eng zo'rimi? Sen nima deb o'ylaysan? Ular eng zo'rlari. Ular deganing ya'ni ha. Ularni ajratish kerakmas og'ayni. Ha, lekin agar kimdir senga yoqmasa, bu boshqa narsa. Sen o'zingning shaxsiy munosabating bilan u qo'lga kiritgan yutuqlarni yo'q qila olmaysan. Ular ikkalasi 20 yildan beri to'pda. Avval bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Zidan va Ronaldo 10 yil to'pda bo'lishgan. Zidan va Ronaldo 1995-2005 yillar orasida to'pda bo'lishgan. Zidan 2006-yil o'zining so'nggi o'yinida ishtirok etdi va ularning davri 10-11 yil davom etdi. Bular esa adashmasam 2004-yilda boshlagan bo'lishsa, va aytaylik, hatto 1,5 yil avval tugatishdi deydigan bo'lsak ham 20 yil to'pda bo'lishdi. 20 yil. Bunaqasi bo'lmagan. Yangi avlod haqida gaplashadigan bo'lsak, ularning o'rnini egallaydiganlar kim? Men hattoki ularni aytishni ham istamayman. Nega? Lamin juda ham chiroyli ism, Lamin Yamal. Men o'ylashimcha juda qiyin. Menimcha ularga vaqt berish kerak. To'g'ri, vaqt berish kerak. Bu haqida ko'p aytiladi. Lekin men 2 yilcha oldin kutgan davr bu Mbappe Holland edi. Holland so'nggi mavsumda ancha tashlab yubordi. Hollandga butun futbol tarixida 300 ta gol kiritish uchun eng kam o'yinlar soni kerak bo'ldi. Ha, bu dahshat. Bunaqasi ham avval bo'lmagan. Adashmasam 370 ta o'yinda 300 ta gol. Terma jamoada esa u kiritgan gollar soni o'ynagan o'yinlardan ko'proq. Va u Braziliya yoki Ispaniya uchun emas, Norvegiya uchun o'ynashni ham esda tutish kerak. Ya'ni bu mavsum uning o'yini tushib ketmadi. Butun Manchester City qayta qurildi. Va u juda ham yosh, 24 yoki 25 yoshda. Yana 10 yil bemalol o'ynay oladi. Va tasavvur qil, o'ylashimcha 10 yil ichida u 700 ta golni bemalol ura oladi. Sen Ronaldoning yoki Messining o'xshamagan mavsumni eslay olasanmi? Ya'ni butun mavsum. Unaqasi bo'lmagan. Og'ayni, ulardagi stabillik juda yuqori darajada. Bu shunchaki ular 2 ta o'yinda gol urmasin, butun gazeta ular haqida yozadi. Bor yo'g'i 2 ta o'yinda urmasa, ular jiddiy qiyinchiliklardan o'tgan yigitlar. Men shuning uchun ham ular ikkalasini aytayapman. Bunday futbolchilar avval bo'lmagan, tarixda bo'lmagan. Shu sababli qaysidir olib tashlashning iloji yo'q. Misol uchun, men Real Madrid muxlisi bo'lganim uchun Messini olib tashlay olmayman. Ha, men Barselonani yoqtirmayman, lekin Messi bu o'yinning oxirigacha borib uni tugatganlardan. Qaysidir podkastda Messiga qo'ng'iroq qilishgan va unga o'zing uchun eng yaxshi futbolchilarni ayt degan. Adashmasam top 5 ni tanla degan. U eng yaxshilarni aytgan va boshlovchilar unga sen Ronaldoni aytmading-ku deyishgan. Va u men bilan u mening yonimda degan. Ha, bitta darajadamiz degan. Ronaldo bilan biz umuman boshqa darajadamiz degan va bu to'g'ri bo'lgan. Va to'g'ri narsalar har doim go'zal bo'ladi.